Xo'sh, endi siz hozirgi обновленияda iPad versiya qilib, ya'ni telefoningizda iPad qilib o'ynashingiz mumkin. Xo'sh, qanday deysizmi? Demak, buni ko'rib olamiz. Demak, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Sparta. Xo'sh, bugungi video roligimizda sizlar bilan yana PUBG Mobile'dagi bug. Xo'sh, birinchi qismi, ya'ni bu bugimiz iPad versiya bugi hisoblanadi. Bunga hech qanaqa narsalar o'tkazish yoki hech narsa kerak bo'lmaydi. Faqatgina PUBG Mobile o'zidan iPad versiya qilib olamiz. Tak, videomizni boshlashdan oldin video roligimizga bir dona like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ysanglar so'rayman, chunki 2K ga juda ham ozgina qoldi. Pashti 2K bo'lsa, nima deydi? Ya'ni konkurs qilmoqchiman. Nima deysizlar? Shu konkurs qilmoqchiman. Shu konkursimizga start beramiz. Shu 1900 ta bo'lganlarimizni 2K bo'lganimizda shu 2K bo'lganimizda stream qilib konkursimizda yutgan odamga shu konkursdagi sovg'alarni beramiz. Xo'sh, gapni cho'zib o'tirmasdan video roligimizga o'tamiz. Qani bo'lsam ketdi jigarlar. Xo'sh, birinchi navbatda mashq maydoniga kirib olamiz. Xo'sh, birinchi sinab ko'ramiz. O'xshaydimikan, o'xshamasmikan? Agar o'xshasagini Livik yoki Erangel kartasiga tushib qilib ko'ramiz bolalar. Mana go. Xo'sh, mana. Xo'sh, mashg'ulot maydoniga ham kirib oldik. Xo'sh. Shundan kiyimni tashlay, to'xtanglar. Alnicho base kiyim qilaveramiz. Birinchi o'chotda bizga kerak bo'ladigan narsa bu albatta mashina jigarlar. Xo'sh. Bo'ldi. Yangi bo'lsin. Bitta balon tekshirgan. Mana yangi mashinamiz bo'ldi. Endi bo'lsa, bu bagimizni sinashga ketdik bolalar. Xo'sh, birinchi uchirtda mashinamizni qo'yib olamiz. Xo'sh, mashinani oldiga turib, luboy bitta emotsiyamizni, misol tariqasida mana bu emotsiyamizni qilib, shundoq bosamiz-da, uzoqga olib borib mashinaga o'tiramiz bolalar. Keyin bo'lsa, bu yoq tarafda X tugmachasini bosamiz. Bosganimizdagi bitta tushsa, xo'sh. O'xshamadi bunisiga. Yana buni sinab ko'ramiz. Xo'sh. Uzoq qilamiz. Uzoq qilganimizdagi mashinaga o'tirib, xo'sh. Nimaga o'xshamoqda bo'lamiz? Yana buni sinab ko'ramiz bolalar. Bu bagimizni Xo'sh bolalar, bu bagimiz o'xshamadi, ya'ni bizlarni aldashibdi. Xo'sh, nimaga siz hozir qayerdan ko'rdingiz desanglar, mana bu videoni ko'rsanglar bila olasizlar. Ana bolalar, ko'ringlar. También me casa mi palo copare. Mana video shuni ko'rsanglar, mana shuni ko'rishga qaror qildim. Ko'rdinglar bolalar, video tugadi. Xo'sh, bu videomiz o'z nihoyasiga yetmadi. Ya'ni men sizlarga Erangelda o'ynashni o'rgataman. Birinchi bo'lib bu yoqdan chiqamiz. Ya'ni Erangelga kirib olamiz bolalar. Mana ketdi u. Erangel boshlansa.
Keyin bolalar yana boshqa qanaqa baglarni to'g'ri yoki noto'g'riligini videosini chiqaring yoki yo'qmi? Sizlarga agar yoqsa kommentariyada o'z qoldirishinglarni so'rayman. Ha bola yana bitta aytib o'taman. Obuna tugmasini bosib qo'yishinglarni so'rayman. Sizlarga ozgina qo'ydik, ozgina qoldi yana harakatlar bo'ldi. Yana bir tashlab qo'ydim bola. Chunki ikkita bo'lishimiz bilan boshlanadi. Ya'ni juda ham ko'p yuzli bo'ladi, yuzli bu bilan bola. Xo'sh, endi o'zim sekin samolyotimizni chiqarib, bu yerga tushiramiz bola. Bagni ko'chiradi bola. Bagni ko'chirganning sababi masalan hozir ya'ni yangi o'zim kelgan vaqt kursdan yana ko'p kelishni bilish kerak. Chatimga birinchi gapirib video ochganimda sal to'g'ri qoldi. Mayli bola, uni hisobga qo'yishlarga unutmang. Xo'sh, biz endi albatta video bola. Endi o'zimiz ko'rsatamiz. Sho'rni chiqamiz. Mesela juda uzoq qo'yish mumkin, tushunasiz. Hozir shunday bola, o'sha qilib oling. Ayol, nima qiladi? Qattan tushibdi bular. Voy, orqadan otib qo'ydi, mayli, necha. Lekin bu bagimizda ham kimdir otsa, anaqa bo'lar ekan-a? Qaralmayman, sizlar tushib ko'rsin. Lekin kimdir otsa bo'ladi. O, nima bo'lar ekan? Chunki atini joyiga qaytib qolar ekan. Mayli, yozib kerak emas, shunday chiqamiz bolalar, undoq qilib turib. Uzoqqa qovolasizlar-da bolalar, unda yuraverasizlar bo'ldi. Всё. To'g'ri, birinchi bunda arujan olsanglar, endi bitta qilib turib, shundoq orqaga surasizlar bo'ldi bolalar. Sizlardan nima ketdi? Mana kayf o'ynaysizlar mana shunaqa. Qarasanglar, mana bemalol otasi. Bemalol otib qaranglar. Shu yerda o'tirib mana qaranglar, sizlar iPadlarda bundoq pastga tushsa tepa ham ko'rinadi, to'g'rimi? Shundoq o'tirib qaranglar. Bemalol qayerdan kelayotganini ko'rasizlar, otasizlar. Ko'rasizlarmi bolalar? Xo'sh. Endi bo'lsa xo'sh, bolalar, video foydali bo'ldi degan umiddaman. Yana qanaqa videolar olishimizni kommentariyaga yozib qoldirishinglarni so'rayman. Keyin bolalar, yana bir marta eslatib o'taman, video roligimizga bir dona like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishinglarni so'rayman. Xo'sh, bolalar, keyingi video roligimizda qanaqa bo'ladi? Xo'sh, keyingi video roligimizda eng topoviy 3 ta VPN haqida video rolik olaman. Bu VPNlar cho'tki ishlaydi va ko'pchilik biladi bu VPNlarni va ko'p streamerlar ishlatadigan VPNlarni ko'rsataman bolalar. Video yoqtirgan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Sparta.